yana rivojlanmay qolgan bola bizada. Bu safar ayolimiz bundan juda ham xursand. To'g'risini aytsam, men bu ayolimizni hozir tushunaman. O'zlarining aytishlaricha turmush o'rtoqlari juda bolajon, 5 ta farzandlari bor, bunisi 6-chisi. Adajonlar, to'g'ri tushunishga harakat qilinglar. Bu bola degani faqat kechqurun siz uyga kelib bitta quchoqlab o'pib qo'yganingiz bilan o'z-o'zidan katta bo'lib qolmaydi. Uni onasi kuni bo'yi o'sha bolaga parvona bo'ladi. Bitta bo'lsa-ku ham mayli. Ularning qo'llarida hozir 5 ta bola, yana hammasi kichkina. Ko'p bolali bo'lishni xohlayapsizmi? Ayolingizga ham ozgina yordam berish kerak. Bir o'zi kuni bo'yi 5 ta bolaga qarab, bundan tashqari homilador bo'lishi bu umuman aqlga sig'magan narsa. U bechora, u ham xohlaydi ko'chada sizga o'xshab ko'chaga chiqib yurishni yoki biron joyga aylanib borishni. 5 ta bola bilan tasavvur qilib ko'ring, ko'chaga chiqqanda qanday qilib qayergadir borish mumkin o'zi. Xo'p, mayli ko'chaga chiqmaganda ham u kechasi bilan bolaga qarab chiqishi bor, hech bo'lmaganda pampersini almashtirishi yoki emizishi bor. Albatta bolasi o'smay qolgandan xursand bo'ladi.